Ko'pchilik bu narsani ko'rib samarezda qotiryapsizlar biletni deb o'ylashyapti-da. Bu samarez emas, akalar, bu zavodskoy o'zini samarezi hisoblanadi. Bu peredelka narsa emas, akalar. Mana bu temiriga ham alohida e'tibor beringlar. Mana bu yerda hozir bilet qo'yilgan. Tayyor bilet, mana bolt gaykada qotirilgan, ko'ryapsizlar. Zavodskoy o'zini plankalarida hech qanday kesmasdan, hech qanday peredelka qilmasdan, любой vaqt yana o'zini linzasini yana qo'yib, masalan, mashinani boshqa mashinaga almashtirmoqchi bo'lsangiz agar, bu linzangizni akkuratni yechib olamiz. Zavodskoy o'zini linzasini qo'yib, yana bu linzani boshqa mashinalaringizga qo'yishingiz mumkin. Bu 1 yil kafolati bor bu Damax firmasidan. 24 voltlik linza hisoblanadi. Bu prostoy narsa emas. Juda professionalniy narsa bu. Chempion bu, akalar. Yoritishiga ham nasib bo'lsa, tuman kesishi, yomg'irda mana bu zavodskoy plankacha. Hamma mashinlarda xuddi shunaqa plankalar bilan chiroyli qilib, bolt gaykada zavod qilganda titramaydigan, chiroyli palasalarda yonadigan qilib, chiroyli uстановка qilib beramiz, akalar. Kommentda yozishga sal e'tiborli bo'linglar, akalar. Bizga bunaqa narsa yo'q.